Hürmetli vatandaşlar, bizler bugünkü videomuzda sizden itibarlarınızda işinin 2 qavatlı acayibat kurulgan Urdu Üniversitesi'nin ro'parasındagi köşeliklarda joylashgan Havuzay bilan danışib o'tamiz. Podkirish holatda ekaningizda tayyor to'g'ri girib yashayveradigan narx ham zo'r ham tayyor xonadon. Milliy mesopolojeniyadan kamdan kam chiqadi bilasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Video davomida narxini ham aytib o'tamiz. Aldalar polniy steshga qilingan, mashinkalardan mesalari bor, gaz, suvdan muammosi yo'q, счетчиклар ham qo'ygan. Ishlar ham ajoyib sirli ishlardan. Belida bilasizlar, bog'cha maktab ham yoqing. Transport Öztürk'te marşrutta muammo yo'q. Darital Urdu Üniversitet hem mera o'ng'ayli dehqon bozoram bir adam, Rasinter bozoram hazlar. Kelgandan bu yerda dalon bo'ladi. Chap tarafimizda lestnitsamiz, bu yerda rakovinalari bor. Suv gap turibdi, nasozam qo'ygan suv, kafirlar qilingan, elektrik avtomatlari bu yerda joylashgan. Oboylar ham mush oboylangan. Bu yerda TV zonasi, patologlarda hamma galogenlar qo'yilgan. Yorug' yaxshi bo'lishi maqsadida o'rtalari natija chetlari gipsokardon qilingan. Hurmatli vatandoshlar, oyoq tegi laminat pol 100% tepli poldan qizadi, hurmatli vatandoshlar. Xonadonimiz. Bu yerda tepli pol kollektorlari, tarafimizda zali, oshxonasi, keyin tarafda sanuzeli, keyin yonda hurmatli vatandoshlar bog' qismi bo'ladi. Yuqorida 2 xona, bir hovli bor. Yerimiz 6 metr, bog'zinasi 6 metrdan ziyod chiqishi mumkin. 620 ra, eni 330 chiqadi arqayin. Ya'ni oboylarni e'tibor qiling, ajoyib sirli oboylar ekan, aynalar ham plastik romlardan, patolog qismida galogenlar qo'yilgan, chetlari gipsokardon qilingan, o'rtalar ajoyib gulli natijalardan foydalanib turasizlar. Gilamlar ham döşalib turibdi. Tayyor xonadan kelib faqatgina yashash kerak. Bitu texnika, mebellar bilan kelib yashayapsizlar. Bizlar. Bu yonimizda 330 bir 4 metr razmerda oshxona qismi bo'ladi. Kiyim tushgan ekan, bemalol bu yana kuxning bilan yasatib, bu yoqda ovqatlarni sharoitlarni qilib, ukollarni qo'yib ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladi oila davrasida sizlar. Bu yerda duh kontrolni kotyollar, Immer firmaniki stabilizatorlari bor, gaz gap turibdi, muhika to'shalari bu yerda. Hech narsadan muammosi yo'q. To'g'ri odlansa o'tadi, dokument ham tog' holatida. Ana endi sanuzelini ko'rsatib o'tsak, yanda sanuzel bo'ladi. Sanuzel ham kiyim tushgan, bu yerda kir mashin to'shasi, rakovina, ariston, vanna kattasidan qo'yibdilar. Simistlar ham yaxshi xiliz ekan, bu yerda unitazlari qo'yilgan. Po'shalar ham plastik ramladan, hurmatli vatandoshlar. İşler ham yaxshisidan ekan. Sizlar kolonnalar ishlari bor. Yana bu tarafda bog'i bo'ladi. Bog' ham keng ekan, paxsalar ham bilintatib o'rilgan. Hurmatli vatandoshlar. Bemalol yozda chiqib, tamalib o'tirsangiz bo'ladi. Sizlar. İşler ham yaxshi ishlar, ya'ni olti svet, palasalar ham tashalgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishib o'tsak. Hurmatli vatandoshlar. Bismillah deb ikkinchi qavatdan chiqdik, yana chiqqanda shuni keng hovli bor. Gilamlar döşalgan, oyoq tiklari tepli, bu yerda tepli bu kollektorlari, bu yerda bir xona, keyin ikkinchi xonasi. Sizlar. Bu yerda 6 metrlik zali, yana 330, gilam döşalgan, tepli pol oyoq tiklari, patolog o'rtalarida tejoy, chetlari gipsokardon, galogenlar qo'yilgan. Tarafimizda yana bir xonasi bo'ladi. Yerimiz 4 metr bozilligi, yerimiz ham yana tog' holatida. Hurmatli vatandoshlar, bizda hovli joyimizni orientini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda Urdu Üniversitesining ro'parasindagi ko'chaliklarda sizlar 2 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan danışib o'tdik. Mesopolojeniyasi ham zo'r, lokatsiya sizga gap bo'lishi mumkin emas. Dokumenti tog', suv, svet, gazi gap turibdi. Marshrut o'tadi. Daritalar yoki azlar. Keyin dehqon bozor, Rasinter bozor hamma o'ng'ayli zo'r mesada joylashgan. Milliy mesadan bilasizlar, kamdan kam joy chiqadi. Sizlar kelib, ko'rib, ustida savdosini qilib olishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, kanallarımıza abone bo'lsa abone bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqmang. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.